Assalomu alaykum qadrli muxlis. Milliy futbol YouTube kanali O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtirokini yoritishda davom etadi. Biz bugungi videoda Portugaliyaga qarshi bahs atrofida to'xtalib o'tamiz. Qadrli muxlis, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Sizning qilayotgan bu kichik harakatingiz bizni yanada ko'proq insonlarga yetib borishimizga sababchi bo'ladi. O'zbekiston Kolumbiyaga qarshi o'yinda umumiy 112 km yugurgan va bu raqibdan 4 kmga ko'proqdir. Mana shu fakt asosida men O'zbekistonning jismoniy holati yaxshi ekaniga urg'u bergandim, ammo biroz noto'g'ri tushunilgan bo'lishi mumkin. Qaysidir jamoa raqibdan ko'proq yugurgan bo'lsa, bu uning jismonan yaxshiroq ekanidan yo yaxshiroq o'ynaganidan dalolat bermaydi albatta. Shunchaki kuchliroq jamoa kamroq yugurib ham to'p nazorati va to'g'ri taktika evaziga yutishi mumkin. Xuddi Kolumbiya singari. Men aytmoqchi bo'lgan jihat boshqa. O'zbekiston o'yin davomida raqibidan ko'proq yugurib ham, ya'ni ko'proq kuch yo'qotib ham so'nggi daqiqada yomon ko'rinmadi. Charchoq nisbatan sezilmadi. Jamoa shu yuklamani ko'tara oldi. Muhimi shu, deb yozadi Qahramon Aslanov o'zining Telegram kanalida. FIFA rasmiy sayti birinchi turdan keyin eng tezkor futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Unga ko'ra Abduqodir Husanov Manchester City'dagi jamoadoshi norvegiyalik hujumchi Holland bilan birgalikda 36,5 km/soat tezlik qayd etgan. Menimcha bu tezlik Luis Diasni uchirib yuborgan paytiga to'g'ri keladi. Operatorga naqadar og'ir bo'lganini tasavvur qilavering. O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatidagi Portugaliyaga qarshi bahsini taniqli sharhlovchi Mirzahakim To'xtamirzayev sharhlab boradi. Bu haqda sharhlovchi Murod Rizayev o'zining Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Unga ko'ra Portugaliya va O'zbekiston milliy jamoalari o'rtasidagi bellashuv 23-iyun kuni soat 21:50 da Sport telekanali orqali namoyish etiladi va o'yinni Mirzahakim To'xtamirzayev sharhlab beradi. Shuningdek, Futbol TV va Zo'r TV telekanallari uchun bahsni Xayrulla Hamidov hamda Davron Fayziyev stadionning o'zidan turib sharhlashi rejalashtirilgan. O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov jahon chempionati 2-turdan o'rin olgan Portugaliyaga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlarini bildirdi. Oson o'yin bo'lmaydi. Biz tayyormiz. Kolumbiyaga qarshi birinchi golimizni urgach, ikkinchisi uchun harakat qildik. Raqib darvozasini ishg'ol qilish qo'limizdan kelishini his qildik va oldinga harakatlandik. Afsuski vaziyatlarni yakunlay olmadik. O'zbekistonliklarning qo'llab-quvvatlashi bizga motivatsiya bo'ladi, deydi 22 yoshli futbolchi. O'zbekiston terma jamoasining sobiq futbolchisi Ilyos Zeytullayev Portugaliya terma jamoasi haqida to'xtalib o'tdi. Krishtianuning nomi jamoaga ta'sir qiladi. Futbolchining o'zi ham buni tushunishi kerak. Ronaldoning 90 daqiqa davomida maydonda bo'lishi Portugaliya milliy jamoasining asosiy muammosi, deydi Zaytullayevning so'zlarini keltiradi metaratings.ru nashri. Portugaliya milliy jamoasi jahon chempionati guruh bosqichidagi ilk turda Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bahsda kutilmaganda 1-1 hisobda durang natija qayd etgan edi. Qadrli muxlis, bugungi videomiz aynan shulardan iborat edi. Jahon chempionatini biz bilan birgalikda kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.